Sirdaryodagi yarim asrlik tarixga ega morojniy haqida gapirishgan. 60 yillar berishlar ekan. Og'at satlik juda ham mashhur. Qanchadan bozor kuni bozorlik qilganmisiz? Nima bu? Daryoni qovunlari butun O'rta Osiyoga tarqaydigan markaz. Hozir sotasizmi? Sirdaryodan gapiramiz kanalini eshitganmisiz? Ya siz o'sha kanaldan unda Tarmoqlarda ko'plab salbiy muhokamalar. O'zbekiston mana shunday muskullaringiz bo'lishini xohlaysizmi? Bizni ko'cha qachon asfalt bo'ladi deydiganlar Tashvish, to'y tashvishlari hammaga nasib etsin. chorrak atsa, Yoshligimizda bunday qilib ichiga kessak so'lar deydi, taroziga ko'proq chiqib. ishlarni, ya'ni Sirdaryoda bo'layotgan o'zgarishlarni yaxshilab kuzating. endi qani bir sirdaryoliklar uchish imkoniyati bo'lgan. Hech kim bilmasa bo'ladi. Bugun shu haqida gaplashamiz. San'atkorlar kerak. San'atkorlar Bugun biz Baxt yangi bozori haqida gaplashamiz. 40 litrdan oshiq sut beradigan sigirlar haqida eshitganmisiz? Sirdaryo tumanida bo'layotgan o'zgarishlar Sirdaryo tumani Islomobod mahallasi. O'ziz tadbirda ochib tabrikla borasizmi? Endi baliq uchun Chilonzorga borish shart emas. Bet ko'rishni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Sirdaryoda hali bo'lmagan tana obod qilib avtomatik yuk olish imkoniyatiga egasiz. talablarga binoan sirdaryoda Jengbazada eng zo'r kim? Senmi? Sirdaryoda yashil makon loyihasiga farzandingiz uchun birgina pasport emasmish. Boshlang'ich to'lov 43 million so'm bilan siz har doim e'tibor berasiz. Kimga murojaat qilasiz? Qanchalik bu mashaqqatli? Sirdaryoda gapiramiz kanalida Suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan press-tur tashkil etilgan. Bugun ozodalik oyligi Sirdaryo tumanida qizg'in davom etmoqda. Rayonimiz yaqin orada o'zgarish bo'lmaydi. To'g'rimi? Ayni damda ko'chalardan biri Navoiy ko'chasi. Yoshlar Dasturxonni to'rtlarsiz tafsir qiluvchi deyam men sizlar bilmayapman, shuncha yordam kelgan, ishga kelgan, oila yaxshi ko'ryapti.